Assalomu alaykum. Anas Medical jamoasi nomidan sizlarni mustaqilligimizni 32 yilligi bilan tabriklaymiz. Kelinglar, klinikamiz xodimlari bu bayram haqida qanday ma'lumotlarga egaliklarini sinab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bu yil mustaqilligimizga necha yil bo'ldi? Bu yil mustaqilligimizga 32 yil bo'ldi. Mustaqillik siz uchun qanday bayram? Mustaqillik bizlar uchun eng ulug' bayram. Xalqimizda, o'zimizda mustaqil bo'lgan kunimiz. Mustaqillik siz uchun qanday kun? Mustaqillik eng yaxshi, eng tantanali kunlardan bittasi. U oilamiz uchun ham har doim bayram. Hammaga mustaqillik muborak bo'lsin. Siz uchun qanday bayram? Yetkazganiga shukr. Alhamdulillah. Mustaqilligimizga mana 32 yil bo'ldi. Hayotda ham, ishda ham, uyda ham mustaqillik har doim bizning uyda davom etyapti. Mustaqillik hamisha bardavom bo'lsin. Barcha yurtdoshlarimizni, barcha shifokorlarni, tibbiy xodimlarni, hamshiralar, kichik tibbiy xodimlarni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi 32 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barcha oilalarga sog' salomatlik, tinchlik, ko'ngil farovonligi, o'zi xohlagan qanday niyatlar bo'lsa barchasi amalga oshib, ular hammasi yurtimiz tinchligida, piru badolikda bo'lishiga men hammasini niyat qilib qolaman.